Yigitlar, ustachilik ish bo'lmadimi? Dehqonchilikka urib ko'ringiz. Bo'lmadimi yana bir ishga urib ko'ring. Qo'lingizni tushirmang. Chunki sizdan harakat Allohdan barakot. Muvaffaqiyatga erishdi, shu maktabda 2 kishi bo'lgan bola. Hunarda, tijoratida nima uchun qo'lini yerga tushirib olgani yo'q. Savdogar akalar, sizlar o'zingizlarni savdo ko'chasida sinab ko'rdinglar. Yaxshi muvaffaqiyatga erishdinglar, qo'llarga o'zgargan paydo bo'ldi. Shu bilan cheklanib qolib ketaverasizlarmi? Qancha erta boshlasa, shuncha ertaroq rivojlanadi. Ha, endi bizda sharoit yo'q. Xuddi siz yashayotgan yurtingizda shu ishni qilayotganlar bor. Tijoratni ishlab chiqarishga aylantirib olgan bir akamiz bitta bir savdogar odamga "Mo ishni qilaylik" desa, oyiga qancha topamiz deyapti. Sirazi. Oyiga qancha topaman dema, ishlab chiqarish bunaqa bo'lmaydi. 1 yil ketadi, 2 yil ketadi ishingni yurgizib olguncha. Ungacha pribylni istama. Nech pul bo'ladi oyiga deydi. To'g'rimi, savdogarlar?